Do'stlar, bir xonali 2 xonaga o'zgartirilgan kvartira sotuvga chiqmoqda. Manzil esa Zakanada bo'lyapti. Mitvoy magazini orqasida joylashgan 4 qavatli uylarda. 4-qavatda joylashgan, lokatsiyasi yaxshi, katta yo'l bo'yiga yaqin. Tashqarida mashina qo'yishga joylari mavjud. Salqingina joy. Qarang. Bu birinchi xonasi, asosiy zal ko'rishingiz mumkin. Kattagina va konditsioner va mana bu yumshoq mebellar qo'yilgan, televizor, xullas, ko'z ko'rib turgan barcha narsalar qoldiriladi. Romlar va remontlarni ko'rib turibsiz. Ortiqcha rasxod qilmaydigan, kirib eshikka tayyor. Jihozlari qoldirilyapti. Bu tomonda verandasi joylashgan ko'rishingiz mumkin. Oshxona bu tomonga ko'chirilgan. Uyda chiqib ketadigan narsa hali deylik kir moshina va mikrovolnovka. Qolgan narsalar qoldiriladi. Faqat ko'rpa to'shaklar chiqib ketadi. Qarang, bu tomondan tashqaridan kirib kelish qismi koridor, ko'ryapsizlar holatlarini. Bu tomonda umumiy sanuzel, kafellar qilingan, stollargacha o'rnatilgan, kiyim ilishga joylar qilib qo'yishgan va oshxonani haqiqiy o'rnini bitta xona qilishgan ko'rishingiz mumkin. Bu bir xonali 2 xonaga o'zgartirilgan, kvadrat kattaroq bo'ladi, 37 atrofida bular. Aytib o'tgan jihozlarimiz bilan, ya'ni deyarli barcha jihoz qolyapti. Kirib eshikka tayyor, romlar ham akfa. Narxi esa $18,500 ga sotuvga chiqyapti. Albatta kam bor, qiziqqanlar quyida raqamlarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Bizga obuna bo'lib qo'ying, mana shunaqa yaxshi uylarni o'tkazib olmaslik uchun.